Xitoy bu yil iyul oyidan boshlab Sharq Turkistonda Xitoy virus yuqumining qayta boshlanganligini e'lon qilish bilan bir vaqtda Sharq Turkistonda yuqumni nolga tushirish tadbirini favqulodda kuchaytgan. Bu tadbirlarga moslashish uchun Uyg'urlarning erkinligidan ayrilishga, och qilishga, barliq mol besati, terilg'u husullaridan voz kechishga, iqtisodiy jihatdan vayron bo'lishga majbur bo'lganligi ijtimoiy taratqularda inkos qilingan. İşikler sırtdan qulplangan ahalilar davomli holda uy besib yuqumlangandan boshqa vaqtida davolanmaslik, och qilish qatorliq sabablardan o'lib ketayotganligiga doir ichinishli uchurlarmi dalillanib kelmoqda. Xalq ommasini o'z uylariga qamash, ayirib kuzatish markazlari, karantin nuqtalariga opirib ta'qib qilish davom qilayotgan bu uzun mezgillik Xitoy virus yuqum kontrol mezgilida Sharq Turkistonning qish fasliga kirish bilan bu xil unumsiz, oshqun tadbirlarning amdilikda Uyg'urlarning sovuqdan har xil kasallikka giribdor bo'lish, hatto o'lish xavfini oshirayotganligi faraz qilinmoqda. TikTok'dagi videolarda va boshqa ijtimoiy taratqularda Xitoyning yolg'iz G'ulja, Urumchida emas Korla, Sanji va boshqa joylarda vaqtli karantin doktorxonasi, ayirib kuzatish nuqtalari qurib kengaytayotganligi, karantin o'rinlariga avtobuslarda to'shilayotgan kishilar orasida kichik bolalardan tortib yashanganlargacha har xil yoshdagi insonlarning borligi ifodalangan. Vaziyatdan xabardor kishilarning inkos qilishicha, G'uljida ochliqdan o'lim voqealari yuz bergan yaqinqi oylarda Xitoy doiralari maxsus xodim ajratib, jasadlarni to'plagan. Aholilarning niyatini yuyib tarab, urf-odat va diniy yo'sinlar bo'yicha dafn qilishga ruxsat bermagan. G'uljidagi dadisi ochliqdan tugab ketgan bir muhojirning inkos qilishicha, uning dadisi tugab ketgan kuni aloqador xodimlar eshik oldida paydo bo'lib, jasadni ilib ketadiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoylar jasadni ilib mengishning oldi-keyinda oilalarga bu jasadlarni qandoq bir taraf qilganligi yoki nima ish qilganligi haqida ma'lumot bermagan. 31 oktyabr kuni kishilik huquqni qo'g'dash turi Xitoyda tutib turilayotgan siyosiy mahbuslar va vijdon mahbuslari to'g'risidagi oylik dokladni e'lon qildi. Dokladda haqiqiy ism bilan statistikasiga asosan o'lim jazosi tasdiqlangan, kechiktirilgan o'lim jazosi, muddatsiz qamoq jazosi, hukm aniq bo'lmagan va jinoyati bekitilmay tutib turilayotgan Uyg'ur, Qozoq, Tungan, Tibet, Mo'g'ul va boshqa millatlardan jami 1442 siyosiy mahbus va vijdon mahbus borligini e'lon qilgan. Dokladda Xitoy Kommunistik partiyasining 20-qitimliq mamlakatlik qurultiyi mezgilida har qaysi joylarning muqimligini saqlash vaziyati keskin bo'lsa-mo, yana xalqning Xi Jinpingning zolim hukmronligiga bo'lgan o'chmanligini va qarshiligini to'xtatolmagan. Beijing Siton ko'rikiga Peng Zheju hokimiyatga qarshi tamoq kerak, erkinlik kerak, saylam kerak, dars tashlab, ish tashlab diktator davlat o'g'risi Xi Jinpingni ag'dirib tashlash kerak degan jumlalar yozilgan lozungini chiqarib, noroziligini bildirgan. Shuning bilan Xitoy hokimiyati Peng Zhejuni qo'llagan nurg'un demokratik huquq qo'g'duvchilarini qo'lga olgan. Xalqqa nomussizlarcha ochiq-oshkora tahdid solgan. Kishilik huquq turi ta'kidlab, bir davlatdagi siyosiy mahbuslar va vijdon mahbuslarining ahvoli uning kishilik huquq ko'rsatkichining bir turi ekanligini, dokladda qarorlik statistika qilish va eng yangi uchurlarning e'lon qilinishi orqali Xitoyning navbatdagi kishilik huquq ahvoli, vijdon mahbuslari va siyosiy mahbuslarning ichinishlik ahvollarini oshkorlaydiganligini, xalqaro jamiyatini Xitoyning tutib turayotgan siyosiy mahbus va vijdon mahbuslari uchun tadbir qo'llanib, ularning qo'yib berilgan qadar izchil diqqat va murojaat qilishini bildirgan. 25 oktyabr kuni Xunan o'lkasi, Yongju shahri, Xinjiang nahiyasida keng ko'lamlik namoyish o'tkazilib, o'rmon o't ofatida o'lgan 2 nafar o't o'chirgich xodimga motam bildirgan. Shuning bilan tashqi dunyo Xitoy hokimiyati tomonidan qattiq kontrol qilingan 20-qitimliq mamlakatlik qurultiyi mezgilida keng ko'lamlik o'rmon o't ofatining yuz berganligini bilgan. Shuning bilan bir vaqtda Guangxi, Jiangxi, Zhejiang qatorliq joylarda o'xshamagan ko'lamda o't ofat yuz bergan ekan. Ammo bu xabarlar qattiq kontrol qilingan ekan. Amaliyotda 17 oktyabr kuni Xinjiang nahiyasida keng ko'lamlik o'rmon o't ofati yuz berganda, Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi ochilgan mezgil bo'lg'achqa, o't ofati to'g'risidagi xabarlar qattiq bostirilgan ekan. Vaziyatdan xabardor kishining bildirishicha, o't Xinjiang nahiyasining yerimini 7 kun 7 kech ko'ydirganligini, 2 nafar o't o'chirgich xodimning o'lganligini, qurultay mezgil bo'lg'achqa ommaviy tashviqot supullarida munosabatli uchurlarning o'chirib etilganligini, motam ishlarimi faqat yerlik kishilar orasida kichik doirada tarqalishga ruxsat qilinganligini, barliq munosabatli uchur xabar manbalarida e'lon qilinmaganligini ta'kidlagan. Xitoy tug'ut nisbatining tuvanlashini kontrol qilish uchun vosita tanlamay hukumat tarmoqlari yangi to'y qilgan ayollarni baldurroq bolalik bo'lishga majburlamoqda ekan. 27 oktyabr kuni necha 10 minglagan yangi to'y qilgan ayollar Xitoy jamiyati Weibo supsida bir yozmaga javob berib,
yerlik sahiya tarmoqlarining telefon orqali o'zlarining homildor yoki emasligini so'rganligini bildirgan. Demak, hozir Xitoyda tug'ut yeshidikilarning tug'ish nisbati alohida tuvanlaganligini, shundaqla qiyrilik nisbati yuqorilab ketganligini bildirmoqda. Rossiya hafta oxirida Qrimdagi Qora dengiz floti hujumga uchirgandan keyin BDT vositachilik qilgan Qora dengiz ochliq eksport kelishimidan chekinganligini e'lon qilib, yer shari ochliq krizisini, yemeklik bahosining o'sishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligining aytishicha, Ukraina 29-oktyabr kuni 16 uchquchsiz aeroplan bilan Qora dengiz flotiga hujum qilganligini bildirgan. Ukraina bu hujumning egisi emasligini, ruslarning o'z qurollarini xato boshqarganligini aytgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Rossiya bu kelishimdan chekinib chiqqandan keyin Afrika va O'rta Sharqqa opirish planlangan necha 100 ming tonna bug'doy xatarga duch kelganligini, Ukrainaning Yevropaga ko'mmoqonoq eksportimi to'salg'iga uchraydiganligini, Rossiyaning qarori dunyo o'simlik mening bahosini o'stirib o'tishi mumkinligini, Ukrainaning ottaparas yig'ining asosiy manziliga, jumladan oliy darajalik yemak yig'ini import qilishni o'z ichiga olgan Hindistonga tahdid bo'ladi ekan. 30-oktyabr kuni hech qanday paraxod dengiz insonparvarlik koridoridan o'tmagan. Rossiya chekingan bo'lsa-mo, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Turkiya va Ukraina Qora dengiz yemaklik kelishimini davomlashtirganligini, 31-oktyabr kunida 16 paraxodning chegaradan o'tishini planlagan ekan. Rossiyaning chekinish qarori Kiev, Washington va Yevropa birlashmasi tomonidan qattiq ayblangan. Amerika prezidenti Joe Biden bu harakatning butunlay qaramliq ekanligini va dunyoda ocharchilikni ig'irlashtirib o'tadiganligini aytgan.